Bu siqilish inson qalbidagi iymonni zaifligidan paydo bo'ladi. Hozir mana shunga juda ham ehtiyojmiz, muhtojmizki, ko'p odamda qarasangiz siqilish bor. Hattoki musulmon odam psixolog izlab yurganiga men hayron qolamanki, bu achinarli holat. Musulmon odam psixolog izlab yurishi achinarli holat. Psixolog deganda u qanaqa shaxs bilasizlar? Psixolog. Polchini boshqacharoq ko'rinishi, ya'ni zamonaviy ko'rinishi. Oldin polchilar bo'laydi. Hozir bular zamonaviy, faqat gaplariga boyagida inglizcha u bu narsa qo'shib gapiradi. Sen u toifadan, sen bu toifadasan, corporation, management degan gaplar qo'shib yorsa, bu o'qigan ekan deb o'ylaysiz-da, bir inglizcha gaplarni qo'shib yoradi har ikki uchta gapiga. Endi qaydan olgan bu ma'rifatini? Qaydagi bir inglizda yozgan, qayda bir mufakkirda yozgan kitobini chala-chulpa o'qib olgan. Faqatgina so'zga usta. Ya'ni odam bilan gaplashgan paytda hammasiga bo'sh ber deb o'ziga o'zi ichini achittiradi. Sen deydi o'zing zulm qilgansan deydi, to'g'ri aytyapsan deysiz. Hammani royasini qilib ichingdagi dardingni aytolmagansan, to'ppa to'g'ri. Hamma kelinga tushadi bu gaplar. Har qanday odamga ayting shu gap tushadi. Sen deydi ko'pchilikdan bundan keyin deydi hammasiga unut, hammasi o'zing uchun yasha deydi. Deya qarasa bir yengil bo'lganda deb qoladi. 2 oydan keyin qarasangiz erdan ajralib o'tiribdi-da bu akayo. Er aytib o'rgan bo'laman, xotin chim kerak yo'q bo'lar. Ya'ni musulmon odamni psixologga muhtoj bo'lishi bu qalbida iymoni yo'qligiga yoki kamligiga dalolat. Iymoni bor bo'lgan odam, Alloh men bilan birga deb Allohning rububiyatini yaxshi tushungan odam hech qachon psixologga muhtoj bo'lmaydi. Psixologlar u odamni oldiga kelish kerak aslida. U odamdan ilm o'rgansinki psixologlar.